Assalomu hurmatli ustozlar va hurmatli o'quvchilar. Demak, biz bugun sizlar bilan mitoz va meyozdagi xromosoma to'plamlari haqida gaplashamiz. Bu xromosoma to'plamlarini bizga yozuvda beradi. Misol uchun qanday yozuvda berish mumkin? Xo'p, bir xromatidali xromosomalarni Xo'p, diploid to'plam. Xo'p, xuddi shu bir xromatidali xromosomalarning diploid to'plamiga to'g'ri keladigan mitoz va meyozning davrlarini topib bering deb savol berishi mumkin. Xo'p, bu holatda biz nima qilishimiz kerak? Biz bilamiz, mitoz va meyozda nimalar berilgan, xromosoma to'plamlari berilgan 9-sinf, 10-sinf kitoblarda va bizni yodlab olganmiz 2n, 2s, 2n, 4s, 4n, 4s, ns, n, 2s holatlarda. Lekin endi qaysi biriga to'g'ri kelishini topa olmasligimiz mumkin. Xuddi shunga yordam berish maqsadida ushbu video dars yozilmoqda. Demak, bunda yechim qanday qilinadi? O'rtoqlar, e'tibor beringlar. Birinchi e'tibor beramiz oxirgi so'zga. Bu yerda to'plam haqida gap ketyapti va to'plam diploid ekan. Xo'p, to'plam diploid bo'lsa, diploid degani 2 degani, demak bu yerda ikkita xromosoma bor. Asosiy ikkita xromosoma bor. E'tibor beringlar, ikkita xromosoma bor. Bizda anafaza davrigacha xromosomalar hali sintez davrigacha xromosomalar hali ikkita ko'paymagan bo'ladi va mana shu holatda yoziladi. Endi e'tibor bersak, bir xromatidali debdi. E'tibor bersak, ikkita xromosoma va xromosomalarda bittadan xromatida bo'lish kerak ekan. Demak, bu yerda bitta xromosoma va bitta xromatida. Bitta xromosoma va bitta xromatida. Demak, to'plam qanday yoziladi desa, 2n, ya'ni bitta xromosoma, ikkita xromosoma, 2n xromatidalar, bitta xromatida va ikkita xromatida, 2s holatida yoziladi. Demak, xromosoma to'plami 2n, 2s haqida gapiryapti ekan bu yerda. Demak, bunga to'g'ri keladiganlar mitozning G1 davri, telefaza davri. Meyozning G1 to'g'ri keladi va anafaza 2 davri bu jarayonga to'g'ri keladi. Demak, biz variantlar ichida mana shu to'rala javobni oladigan bo'lsak, to'g'ri bo'lar ekan. Misol uchun yana bizga nima deb berishi mumkin? Do'stlar, xo'p, yana bir marta tahlil qilib ko'ramiz. 2 xromatidali desa, 2 xromatidali xromosomalarni xo'p, gaploid to'plami deydigan bo'lsa. To'plam. Xo'p, endi e'tibor beramiz. To'plam gaploid, demak bu yerda bitta xromosoma bor, lekin o'sha bitta xromosomada nechta xromatida bor ekan? 2 ta. Hozir biz chizganimiz bitta, 2 ta bo'lsa, demak mana bu holatda bo'ladi. Demak, bu yerda e'tibor beringlar, xromosoma bitta, ya'ni gaploid to'plam, lekin unda xromatida 2 ta. Demak, uni to'plamini yozayotganimizda nechta xromosoma bor? Bitta. N. Nechta xromatida bor? Bitta, ikkita xromatida bor. Demak, 2n, 2s to'plam haqida gap ketyapti ekan. Demak, ns to'plamga qayerlar mos keladi deydigan bo'lsak, n2s ga profaza 2, metafaza 2 va telefaza 1 kabi jarayonlar to'g'ri keladi. Demak, o'rtoqlar, bizda qanday qoida yaratishimiz mumkin? Bunday masalalarni ishlashda har doim xromatidalar bir raqami bilan boshlansa, ya'ni bir xromatidali yoki bir deyinkali so'zlari bilan boshlanadigan bo'lsa, to'plamdagi oxirgi to'plam haqida gap ketayotganda diploid deydigan bo'lsa 2n, 2s bo'ladi, gaploid deydigan bo'lsa ns bo'ladi, ya'ni bir xromatidali desa. Endi 2 xromatidali deydigan bo'lsa 2n, 4s bo'ladi, n, 2s bo'ladi. Bundan nima qoida kelib chiqyapti? Agar bir xromatidali yoki bir deyinkali deyaptimi, demak xromosomalar va ulardagi xromatidalar soni teng, ya'ni 2 ga 2.
yoki 1 ga 1 yoki 4 ga 4. Agar 2 xromatidali xromosomalar deyotgan bo'lsa, demak xromosomalar sonidan xromatidalar soni 2 baravar ko'p bo'lar ekan. Demak bizda masalani ishlash uchun eng oson, qulay yo'l paydo bo'lmoqda. Demak, bir xromatidali deydigan bo'lsa to'plamni topamiz. Diploid deyaptimi? 2n. Demak, bir xromatidali teng deyapti ekan, demak 2n 2s. Mana bu holatda. 2 xromatidali xromosomalarning diploid to'plami deydigan bo'lsa 2n 4s holatda bo'ladi. Mana bu holatda. Demak, o'rtoqlar, bu mitoz va meyozdagi to'plamlari haqida DTM savollari haqida qisqacha to'plamida. Agar qandaydir savol bo'lsa, bemalol yozib qoldirishlaring mumkin. Unga yechim qilishga harakat qilamiz.